Madina, Madina, topilmas xazina. Madina, Madina. Muso al-Ash'ariy degan zot bo'ladi. Ya'ni sahobalardan. Muso al-Ash'ariy ham uyidan chiqib ketayotgandilar. Ukalari, aka qayerga ketyapsiz? O'da aytdilarki, men bugun hamma ishimni yig'ishtirdim, Rasululloh xizmatlarini qilaman. Faqat Rasululloh xizmatlarini qilaman, hamma ishimni yig'ishtirdim dedilar. Shunda yursanandi ukasi. Ular, "Yo'q aka, siz borib turavering, men orqangizdan yetib olaman" dedilar. "Men bir ikkita ishlarim bor, orqangizdan yetib olaman" dedilar. "Ha, bo'pti" dedilar. Muso al-Ash'ariy Rasululloh tomonidan keladi. "Yo'q, Allohning rasuli, men bu yerda xizmatingizda bo'laman" dedilar. "Bo'p, yuring" ketdi dedilar. Ikkovlari ko'chalardan har kun yurib o'tsam qaniydi. Nabiyimiz masjidlarida Qur'on o'qib tursam qaniydi. Madinada Rasululloh bor, sahoba-yu tobiinlar bor. Alloh suygan eng go'zal diyor. Madinada uyim bo'lsaydi,